qishda usti ishlatsa bo'ladimi o'zi? Ha, bo'ladi, agar terma panel qildirsangiz. Bu obyektimiz shu holatdan shu holatga keldi. Bu obyektimiz qancha vaqt oldi deysizmi? Ikkita shogirdim bilan 125 kvadratni 13 kunda qilib bitkizib berdik. Effektiga keladigan bo'lsak, ish jarayonining yarmida uyda egalari xonani issiqligi oshganini bizga aytishgan. Bu binoimizda ikkita e'tiborli joyi bor. Birinchisi, binoimiz podvalli bo'lgani uchun terma panelimizni g'isht formada so'kil qismiga yopishtirib berganmiz. Ikkinchisi, atko'z qismlariga panelimizdan yopishtirib o'rnatib berganmiz. Bilaman, shunaqa sovuqda, shunaqa utepленный fasad qolayotganingizda, kim bilan nima mahsulot ishlashni bilmayotgan bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xizmatlaringizda bo'lamiz.